Yuqorqi leksiyani davom hurmatli vatandoshim, bugun Chiztog 2021-yil 9-oyning 22-kuni. Dunyoda faqat bir prinsip bor. Hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotini davr qilish kerak. Demak, bu yerda Rais Xi Jinping demoqchi bo'lyaptiki, Amerikaning dunyoga rahbarlik qilish rolini, o'rnini, huquqini inkor qilyapti degan. Xi Jinpingning so'zlari Amerikaning dunyoga rahbarlik qilish o'rniga qaratilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining butun dunyoning taqdirini egallaydigan yadroliq sahna bo'lishini umid qiladi. Faqat dunyoga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rahbarlik qilish kerak demoqchi. Xi Jinping nutq so'zlaganda Amerikaning dunyoga rahbarlik qilish o'rnini inkor qildi. Yana bir tarafdan Jungoning taraqqiy qilayotgan davlatlarga vakil bo'lish o'rnini yuqori ko'tarmoqchi bo'ldi. Prezident Joe Biden dunyoga davomli rahbarlik qilishni ifodalab, qosh bilan kirpik orasidagi kirjish va xiristlar to'g'risida to'xtaldi. Lekin Jungo Kompartiyasining xiristlarini eg'izga elishdan o'zini qochirdi. Rais Xi Jinping bo'lsa Amerikaning dunyoga rahbarlik qilish o'rniga ochiqdan ochiq xirist e'lon qildi. Prezident Joe Biden yuqumli virusning ahvolini surishta qilishdan o'zini qochirdi, sal qaradi. Xi Jinping mas'uliyatni boshqalarga iqtirib qo'ydi. Bundan bir yil burun 9-oyning 20-kuni sobiq prezident Trump Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida ekran suhbati bayon qilib, boshlanish bilan Jungo Kompartiyasining yuqumli virusning ahvolini yushirganligini ko'rsatgan. Jungo Kompartiya a'zolari yuqumli virus portlagan dastlabki chog'larda davlat ichida sayohat qilishni cheklab, xalqaro sayohat qilishga chegarani echivetdi. Dunyoni yuqumli kasal bilan yuqumlantirdi degan edi. Dunyo sayyohat tashkiloti Jungo Kompartiya doiralarining amaliy tizginlashidagi tashkilot. Yuqumli virus odamdan odamga yuqmaydi deydigan xato paktni e'lon qilgan deb ko'rsatgan. Sobiq prezident bundan 1 yil burun shunday ko'rsatgan deydi. Sobiq prezident Trump shu chog'da ta'kidlab bunda ko'rsatgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini surishti qilish lozim. Prezident Joe Biden demokratiya, kishilik huquq to'g'risida to'xtalib, diktator hukumatlarning kishilik huquq ziyonkashlik qilganligini ayblab, Belorussiya, Burma, Suriya, Kuba, Venezuela qatorliq davlatlarning kishilik huquq ziyonkashlik qilganligini eg'izga oldi. Lekin Jungo Kompartiya siyosiy hokimiyatini eg'izga olmadi. Prezident Joe Biden Xinjiang, ya'ni Uyg'uriston masalasini eg'izga oldi. Lekin Uyg'uristonda kishilik huquq ziyonkashlik qilish Jungo Kompartiyasining kishilik huquq ziyonkashlik qilishining butun qismi emas edi. Jungoda hozir har qaysi millatlar shafqatsizlik bilan ziyonkashlikka, siyosiy ziyonkashlikka uchramoqda. Amerikaning hozirgi hukumati Jungo Kompartiya siyosiy hokimiyatining yovuzligini chunqur tunib yetolmadi deydi mushu obzorni yozg'ichi Yongwi apandi. Ham Amerikaning haqiqiy mas'uliyatini haqiqiy tunib yetolmadi. Aqsaray Jungo bilan bevosita qarshilashishni xohlamadi. Ko'p alda mudofaada turgandek bilindi. Bu qatim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti demoqchi. Bilindi. Jungo Kompartiyasi davomli o'zliksiz hujum qildi. Ilgari keyin bo'lib kechiringlar, prezident Joe Biden hukumati bu qarshilashishni e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Jungo Amerika munosabati davomli borgan sira yomonlashidir.
belki kişilerinin tasavvuridan tez buludu. Tez yamanlaşıdı. Deydi bu obzorni yazgıcı Yanvi Efendi. Yukarıda görüp öttük vatandaşım. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'da Prezident Joe Biden bilen Reis